qo'shish, ayirish mavzuyimizni mustahkamlashga o'tarkanmiz. Biz siz bilan 12da qo'shish, ayirishni bilamizmi? Bilamiz-a? Endi shu mavzuyimizni mustahkamlab olamiz. Qarang, biz 12da qo'shish, ayirishda ko'proq qaysi usuldan foydalanib bajardik? Qo'limiz bilan bajardikmi? Qani, 1ga qo'shaman 2ni. Tez. Qo'limizda. 3, 2ga 2. 4, 3ga 3. 5ga 5. 10. Demak, biz barmoqlar yordamida nima qildik? Qo'shish, ayirish amallarini bajardik. Ana endi bugun biz siz bilan qarang. Tandirda nonlarni uzishda menga yordam ber usulidan foydalanib, mana bu mavzumuzni ham mustahkamlab olarkanmiz. Buning uchun ikkita guruhga bo'linib olamizda, keling. Birinchi guruhimiz o'g'il bola chiqinglar, ikkinchi guruhga qizlar chiqing. Kel, qo'la qo'ying. Tandirdagi nonlarni uzishimizga yordam berasiz. Kim? Bir tepkadan men boshlaydiganda boshlaysiz. Tandirda nonlardagi nonda savollarimiz bor. Bu savollarimizga javob bersangiz, non orqasida savollarga javob berasiz. Javobingiz to'g'ri bo'lsa, savatga solasiz. Tezlashamiz, xo'pmi? 1, 2, 3 oling. Tez. Avval oling, keyin javobingizni olib oling. Oling. Necha 10 ekan? Qarichi? 5 ga 5 10. Yaxshi, o'tiramiz. 4ga 3 7. 4ga 4 8. To'g'ri. Nechi? 2ga 3. 2ga 3 5ga qarichi? 5. 3ga 3 6. Yaxshi. Demak, bizga tandirdagi nonlarning orqasidagi savollarimizga to'g'ri javob berganingiz uchun, qarang, mana savatimiz ham nima qildi? To'ldi. Demak, siz bizga tandirdan nonlarni uzishga yordam berdingiz. Demak, 13da qo'shish ayirishni o'rgandikmi? Mustahkamlab o'rganib oldik. Ana endi keyingi usulimizdan foydalanamiz. Qarang, 13da mana bu sonimiz 10 soni hosil bo'lishi uchun misollarni yozib chiqamiz. Tez-tez, xo'pmi? Keling. Javobini yozib, javobni yozmaysiz. Keling. Tez. Yanma-yandan yozib chiqamiz. Birinchi bitta o'quvchi yozadi, keyin bitta o'quvchi yozadi. Xo'p. Keyin sizga bering. Orqa-orqa turib olamiz. Barabar kerakmas. Xo'p, yozing. Ibrohim, tez. Javob kerak emas. Ibrohim, javob kerak emas. Qani qaysi guruhdasiz buni? Berishingizni bering. Yaxshi. Qizlar yaxshi ketyapti. Xo'p. Qo'la qo'ying. Qizlar bo'ling. Qizlar ketyapti. Javobini yozmang, vaqtingiz ketadi. Qo'shuvchilarning o'zini yozing bu. Qo'la qo'ying. O'n son hosil bo'lishi uchun. Yaxshi. Noldan ham foydalansak bo'ladi. Qizlar bo'ldi. Qizlar bo'ldi. O'dingiz. Qizlarga qattiq. 3. Hop, ishim. Tekshiramiz. Mayli, yozing. O'zini xatosini topyapti. Mana Ahmadjon 6ga nechini qo'shimi? 4. Mayli. Kichkina sonni olib, o'rnini almashtirsangiz ham bo'ladi. O'rnini almashtiring. O'rnini almashtirish qoidasidan foydalanamiz.
ikkiga 8. 7. Keyingisi pastda. Javob shart emas. Javob tepada turibdi. Yaxshi, bo'ldi. Qani endi turib olamiz. Qani tekrar turib oldik. Qani o'quvchilarniki tekshirganmiz. Hop. 7 ga 3. Turib olamiz. Qizlarniki javobimiz to'g'ri. Bitta xatoyimiz bor, o'zlari to'g'rilashdi. Mana o'zlari to'g'rilagan uchun o'z xatosini bilishdi dedikda, ularga 5 ball qo'ydik. Yaxshi. Ikkinchi guruhda o'g'il bolalarimiz sekin qatnashdi, nimagadir ko'p o'ylanishdi, lekin to'g'ri bajarishgan misollarimiz ketma-ketligimiz bor. Shuning uchun sizlarga 4 ball qo'ydik. Yaxshi qo'ydik. Qizlar hozircha birinchi o'rinda qolishdi. Ana endi mustahkamlab olgan o'rniga ichida qo'shishadi. Hozir biz siz bilan bo'ldimi? Endi tezlik bilan hozir qani barmog'imizni ovoragicha qo'limizga 5 barmoqni olamiz. 5 barmoqni qarang. 5 barmoqni mana bu barmoqdan boshlab misollarning javobini yozasiz faqat. Xo'pmi? Men sizga misollarni aytaman. Javobini yozib ketasiz. Birga bir. Aytmasdan yozing. Siz qo'shib yozasiz? Yo'q, faqat javobini yozing. Birga bir, 2 ga 3. 3 ga 3. 5 qo'shuv 1 javobini yozing. Javobini yozing. Hop. 0 qo'shuv 5. 0 qo'shuv 5. Bo'ldi. Endi javobimizni tekshiramiz. Bo'ldi. Deyman. Ana endi nima qilaman? Qarang. Mana bu bergan mana barmog'imdan boshlab javoblarni aytib ketaman. Agar qaysi bir javobingiz noto'g'ri bo'lsa, buklab qo'yasiz. Xo'pmi? Yozing. Birinchisi 2. To'g'rimi javobingiz? To'g'ri. Buklamang. 5 ga 2 ni qo'shdim. 5. To'g'ri. 3 ga 3 6. To'g'ri. 5 ga 1 6. To'g'ri. Kimdan noto'g'ri? 5 ga 1. Noto'g'ri bo'lsa buklang. Noto'g'rini 5 ga 1 qo'shganda necha chiqdi? 5 ga 1 6. 0 ga 5 qo'shsam 5. 5 to'g'ri. Mana qarang, agar misolimizda xatomiz bo'lmasa, hech qanaqa barmog'imizni hech qaysi barmog'imiz buklanmaydi-da. Javobimga bugungi o'tgan darsimdagi savollarimni to'g'ri bajardim deb bugungi bahom meniki 5 bo'ladi. Mana bugun Xadichaniki 5 bo'ldi. Chunki xatosi yo'q, chunki buklanmadi. Kimniki buklandi? Buklandimi? Ahmadjon bittasi noto'g'ri bo'ldimi? Hammasi to'g'rimi? Hadichaga 5. Qani Ibrohim 5. Ahmadjon 5 to'g'ri. Qobiljon 5. Qani Hadichaniki ham 5. Diyora 5. Mana bugungi ko'taring barmoqchalaringizni. Bugungi darsimizni faol qatnashgan o'quvchilarning baholari mana bunday 5 barmoq bilan baholandi. Bugungi darsda faol qatnashgan o'quvchilarga rag'batlantiramiz. Bugungi darsimizda faol qatnashgan o'quvchilarga bayroqchalar bilan rag'batlantirib chiqamiz. Chunki bu qaysi bayrog'imiz ekan? Bizni O'zbekiston bayrog'imiz. Bugungi qatnashgan o'quvchilarga hammalariga 5 baho, keyingi o'qishinglarda omad tilaymiz.